Diqqat aholiga tezkor xabar. Iyun oyi ham boshlandi. Pensiya to'lovlari qachon xalqqa to'lab beriladi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, like va obuna bo'lish tugmachalarini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, O'zbekistonda iyun oyi boshlandi. Yangi oy kirdi. Pensiya plastik kartamga qachon tushadi yoki naqd pul shaklda pensiyamni qachon olaman kabi fuqarolarda savollar tug'ilishi tabiiy. Pensiya jamg'armasining tuman shahar bo'linmalari har to'lov oyning 2-kuniga qadar to'lov topshiriqnoma vidimoslarni shakllantiradi va vidimoslar oyning 4-sanasiga qadar pensiyani fuqarolarga yetkazib berish yuklatilgan tashkilotlarga taqdim etadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 4-maydagi 5102 sonli qarori bilan pensiya to'lovlari uchun talab etiladigan mablag'larni pensiya jamg'armasi har oyning 5-sanasiga qadar pensiya oluvchilarning shaxsiy hisob varaqalariga, plastik kartalariga moliyalashtirishi belgilangan. Xalq banki tomonidan naqd shaklda pensiyani oluvchilarga mablag'lar tasdiqlangan grafiklar asosida sayyor kassalari tomonidan har oyning 4-sanasidan 27-sanalari oralig'ida mahalla fuqarolar yig'iniga, ya'ni MFIga bo'lgan holda tarqatiladi. Plastik kartada pensiyani oluvchi fuqarolarga esa 5-iyun sanasiga qolmasdan plastiklariga pensiyalari tushirib beriladi, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabinlar, ushbu xabar keng tarqalib barchaga yetib borishligi uchun like bosishni unutmang.